Shunaqangi holatlarda неприятный bo'lmasligi uchun, o'zingizni deylik bemalol o'tirishingiz uchun, mushaklaringizni boshqarishingiz uchun va doimiy yosh ko'rinish uchun albatta shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. Kurslarda ayniqsa tabiiy mashqlar har doim kerak bo'ladi. Ayniqsa chet davlatlarga qaraydigan bo'lsanglar, bilasizlar 60 yoshdan keyin hamchi zalga borib, qatnashib, yosh ko'rinib yurganlar borda. Faqat operatsiya qildirish kerak emas, hamma yog'ini sun'iylashtirib, tabiiy narsalarga ham qaytaylik ozgina. Shuning uchun ham qizlar menga konsultatsiyaga yozilinglar. Konsultatsiyada aniq holatinglarni Telegramda o'tirib, lichkada gaplashamiz. Konsultatsiyam 50 ming, qimmat emas. Men bunda sizga dori lecheniya yozmayman. Faqatgina holatingizni ko'rib beraman, sizga qanaqa kurs kerakligini razbor qilamiz. Balki sizga operatsiya kerakdir rostdan ham, uni ham ko'rib beraman. Balki sizga oddiy 100 minglik kursimizni to'g'ri kelar. Shuning uchun o'zingiz uchun oling.